Do'stlar, Frunskiy massivdan zo'r kvartira sotuvga chiqmoqda. Skvoznoy holatda 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan kvartira. Qarang, sayohat yonidan shunaqa kirib kelganingizda 25-maktabga yetmasdan yo'lda bo'yida joylashgan 4 qavatli uylarning birinchi qavatida joylashgan. Isitmalarga chiqarilgan, tashqarida mashina qo'yishga joylari mavjud, besetka, bolalar o'ynash maydonchasi mavjud. Xullas, juda ham yaxshi atmosfera. Uyda holatlarni ko'rishingiz mumkin. Birinchi qavatda joylashgan, remontlari yaxshi holatda turibdi, juda yomon urinib ketmagan, kirib yashashga tayyor holatda. Bu tomonda veranda, oshxona verandaga ko'chirilgan, romlari to'liq akfa romlarda, isitish tizimlari bor, radiatorlar ko'rib turibsizlar. Birinchi qavatda joylashgan, bu tomonda mana ikkinchi xonasi. Skvoznoy holatda ko'rib turganingizdek, barcha romlar akfa romlarga o'zgartirilgan. Uyda faqat oshxona jihozlari qoldirilyapti. Radiatorlar barcha xonalarga o'rnatilgan. Bu tomoni oshxonani o'rni bitta xona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bemalol ikkita farzandga joy qilib qo'yish imkoniyati mavjud. Bu tomoni tashqaridan kirish koridor va umumiy sanuzel joylashgan. Aresta o'rnatilgan, holatlari yaxshi holatda. Kirib yashashga tayyor bo'lgan kvartira. Skvoznoy holatda va lokasi juda ham yaxshi holatda. Narxi esa 28 ming dollarga baholanyapti. Albatta, kam bor qiziqlar. Hozirroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ulgurib qoling, bu ham 1-2 kunda sotilib ketishi mumkin, chunki bunaqa isitish tizimlari ham bor. Skvoznoy holatdagi kvartiralar har doim ham chiqmayapti. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'ying, mana shunaqangi zo'r uylarni kutib olmaslik uchun.